Ko'rgan bo'lsanglar, mana o'zidan ham Makkada ferlar chiqib ketdi. Kecha relsimizni tepa qismidan 6 kilolik bolta yasab ko'rsatgan edim. Bir akamiz 7 kilolik qilib yasab berishimizni so'radi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. 7 kiloligimizni 6 kilolikka nisbatan juda ham mehnati og'irroq. Sababi yaqinroq olib kel kamerani. Ana shu stanok yordamida boltani yasayman. Bu 7 kilolik bo'lishi uchun uzunligi taxminan mana 35 santimetrgacha uzun bo'lib ketadi. Mana buni orasiga esa mana bu holatda turadi. Buni esa yig'ib olishni o'zi juda ham murakkab. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Agar shu relsni yig'ib 7 kilolik boltani yasay olsam, mehnatim sizlarga yoqsa, videoga bitta like bosib ketasiz. E'tibor berib turinglar, mana bu relsni stanogimning orasiga kirgizishimni qaranglar. Bitta barmoq siqqili joyi bor. Lekin harakat qilamiz zakasimizni chiroyli qilib yasab berishga. Boltani yasab oldim, o'tga solib qizdirib, uchini kesaman. Boltamizni mana uchini kesib, tayyor qilib oldik. Xohlasa chaqlashga tayyor, bitta chaqlab sug'orsak, boltamiz simlarni ham uzoladigan bolta bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana o'zidan ham Makkada ferlar chiqib ketdi. Boltamiz sug'orishga tayyor, bitta chaqlab sug'orsak, inshaalloh hisoblarini qo'yib egalariga jo'natamiz. 7 kilolik boltamiz tayyori nalichida bo'ladi, bemalol aka qilaverasizlar. Bismillah. Yana bir marta o'raylik, keyin birorta ko'rsatamiz, ha. Bahonasi boltamiz kilosini ko'rsatib mana. Og'irligi 7 kilogramlik. Yo'qchi mo'ljallangan zakaz boltamiz.